shukr. Jonga tegdi-da. Uni yo'qotish kerak. Yo'qoladi. Kofirlarning maktabiga kim berardi bolasini? Razo aka. Xafa bo'lmang. Bugun kelmasa ertaga keladi albatta. Bitta bo'lsa ham keladi. Bitta? Nima qilibdi? Shunisiga ham shukr qiling Xolidaxon. Ikkita kelsa ham katta gap. Uchta kelsa yana yaxshi. Razzojon! Choying sovib qoldi, bola. Mayli, keyin icharman. Har kun ahvol shu-ya. Ha, Karimboy. Ha? Nima qilib yuribsiz? Meni yerimni ko'rgani ketyapsizmi? Men ham yerimni ko'rgani ketyapman. Tilla yer. Ana shu yerda o'tko'r mavlonlar ter to'kishyapti. Marhum otangizning qorandalari. Yaqinda bu yerlarga suv chiqarib, paxta eka boshlaymiz. Meni yerim. Endi boshqa zamona. Sho'rolar zamoni. Tushunmadingmi? Sho'rolar yeri, turklarning yeri, inglizlarning yeri. Mahol. Mahol! Tentak. Yomon yaramas. Surmadın ko'zlari qora, qo'llari tinavdin lovlaran. G'ozdin yuzlarida tavbu, o'smadin qoshlari tarang. G'ozdin yuzlarida tavbu, o'smadin qoshlari tarang. Zafaroni ko'yna guzrav, arg'uvoni kamzul. Ro'ymaloq
boşidin peşonenin ahvali tang. Bari nozik penceler altın uzuklar zivnal. Kol biler zübyan muzayyan, nefretin ağızda tang. Kol biler zübyan muzayyan, nefretin ağızda tang. İş ve bilen Razo aka. Nima qilib yuribsan bu yerda, Parizod? Kim otdi? Ovchi bo'lsa kerak. Shayton! Sharmanda! Benomus! Erini chaqirishga! Buni eri To'qayga ketgan. Aha! Shuning uchun duch kelgan bilan o'ynashib yurgan ekanda. Shaharli behayo. Paranjing qani? Hayoti gayret verdim deymenler menga musulmonlar. Menda ayb yo'q, gunohim yo'q musulmonlar. Hayda! Shunaqa bo'ladi. Mana endi kuningni ko'rasan. Razzoq! Ha, Razzoq aka! Razzoq! Razzoq! Nima gap? Avoy. Nima bo'ldi? O birodar, nima bo'ldi o'zi? Sekinroq, Xaloyiq! To'xtanglar! Nima qilyapsizlar? Qarang! Sharmandani jazosi mana shu. Yo'q, bu nima qilyapti? Turishga. Sharmanda. Axir siz yaxshi odamlarsiz-ku. To'xtanglar! 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 To'xtanglar xaloyiq! Qur'on birovning xotiniga tegishni man etadi. Buni eri bor. Erini o'zi jazolasin. O'ldirishdi! O'ldirishdi! Raisni o'ldirishdi! Razo aka! Razo jon! Onang o'lsin bolam!
voy bolam, voy bolam. Razovga. Pahlavonim bolam, voy bolam. Arsloni bolam, voy. Choy damlab kelaymi? Arabamni o'sha zahotiyoq qamishzorga burdim deng. Ha, bo'lus. Bo'lus emas. Bo'lus sho'rosining raisi bo'laman. Ha, bo'lus. Men arabamni to'g'ri qamishzorga burdim. Nega? O'q ovoziga? Kim otdi? Bilmadim. Balki men otgandirman. Yo'q, ey bo'lus. Marhumning xotiniga ko'z tashlab yurarmisiz deb eshitdim. Shu rostmi? Balkim Razzoni siz o'ldirgandirsiz. Men? Men bo'lus? Men o'ldirdim. Sekin. O'zingizni bosing. O'tiring. Yaxshi. Men o'ldirdim. Men o'ldirdim. Muhabbat kishini aqldan ozdiradi. Muhabbati nimasi? Men bilmayman. Lekin sayotdagi odamlarni mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Xolidaga ko'z tashlaganingiz menga ma'lum. O'qing. Men savodsizman. Sayotda qancha savatli odam bor? Hakim domla, Mansurboy, keyin muallima. Men qarang. Xolidaga gap tegmasin desangiz, unga ko'z tashlamang. Stol mana shu yerda tursin. Derazadan otishlari mumkin. Xo'jayin! Xo'jayin! O, xo'jayin! Xaloyiq! Musulmonlar! Men nima gunoh qildim? O, xaloyiq, men nima gunoh qildim? Allohu akbar, Allohu akbar. Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Haya, bo'lus nima dedi? Stol burchakda tursin. Derazadan otishlari mumkin deydi.
Biz doim Razzo bilan derazadan gaplashardik. Endi eshikdan kirib gaplashsan. Eshikdan? Endi bizga kim rais bo'larkin? Birortasini yuborishar. Kim bo'larkin? Xolida. Ha? Xolida? Tezroq yuringlar, bo'lmasa qolganini ham sindirib qo'yaman. Yot! Xo'sh, Taqsir, bitta qog'oz yozib bersangiz. qanaqa qog'oz? Pirqaga. Arzmi? Yo, taqsir. Ariza. Said aka, Mavlon. Uchalamiz pirqaga kirmoqchimiz. Firqaga? Muallimangizga boring. U azador-ku. Bunday savobli ishni siz qilmasangiz kim qilardi? Bizda tovuq kunora tuxum qiladi. Kelishyapti. Qoch deyman. Bolani olib qoch. Qoch deyapman. O'tkir, bu yoqqa. Mana, ular shu o'rtada bo'lsa kerak. Xolidaxon! O'tkir-ku. Razo akamning do'sti. Bu yerda hech qanaqa do'stimiz yo'q. Xolidaxon! O'tkir aka. Yuzingni bekit. Odamlar ko'rib qoladi. Ko'rib bo'lishdi.
Biz ketyapmiz. Biz kimga boramiz? Shoshmang. Razzoni o'ldirishdi. Xotini qochib ketyapti. Siz arizani yirtib tashladingiz. Jo'nang. Sen ham ketaver. Erini qabrini tashlab ketaver. Jo'na! 5 ta tuxum tortib ketdi. To'g'ri qilmasdan yaxshilab xulosaga qo'yinglar, xo'pmi? Barakalla. Sayt aka. O Sayt aka. Qizingiz qani? Maktabga bormaydimi? Assalomu alaykum. Yo'l bering. Yo'l bering deyapman. Mana menga chiz o'tadimi? Nima yozilgan? Siz bilasizmi? Butun umringiz domlaga payshanbalik tash bilan o'tgan ekanda. Yatang. Alifni kalta eday olmaysiz-a? Sizchi? Siz bilasizmi? Meni ham tishim o'tmaydi. Oling, sizni kitobingiz. Qani o'g'lim? Chiq. Xudo xolasa bular mulla, badavlat bo'lishadi. Xoldaxon! 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 Sen qayg'urga suqulyapsan, qayiqchi. Endi seni daryodan yeringga o'tkazib qo'yadigan go'sxo'r yo'q. Sani ham. O'zimiz ham o'tirmaymiz qayg'ingga. Bir urda nonga zor bo'lasan hali. Xudo bexabar. Shunday bo'lsan. Xoldaxon. Xoldaxon. Qizim, nabiramni ham ol.
kerakmi? Mana bu bollar. Daftar. Bu esa qalam. Mana bu senga. Mana. Senga ham. Mana bu senga. Qalamni mana bunday ushlash kerak. Qani olinglar. Ha, to'g'ri, yaxshi. Bu ko'mirga o'xshab yozadi. Mana hozir seni daftaringga Ra'no. Gul rasmini solamiz. Mana. Qalamni og'zingga olma. Novat emas-ku. Oy! Nima qilib tursan yerda? Olib keting meni bu yerdan. Qayoqqa olib ketsangiz ham roziman. Bo'lmasa o'zimni o'zim yoqtiraman. Quds aka. Quds aka. Buni o'tkir o'tkazgan. Qurib qolmasin. Bunga suv qo'yib turgin. Xo'p. Shaharlik edi. Bizlarni qishloqqa keldi-yu, menga qarang. Nimaga yaxshi odamlarning umri qisqa bo'ladi? Kim biladi? Balki u ham yaxshi ulfatga zordir. Bunaqangi hazil qilgani Xudodan qo'rqmaysizmi? Menga o'xshagan gunohkorga ko'zi uchib turibdi deysanmi? Qani? Yo'q.
Ya Alloh. Hey. Bu yerda nima qilyapsan? Quloq bormi senda? Men senga gapiryapman. Bu yerda nima qilyapsan o'zing? O'lgan otang yoki ering bo'lganda ham nachora. Hammamizni ham joyimiz shu. Chiq bu yoqqa qizim. Taqsir, lahatga ayol kishi kiryapti. Qarang. Yo Rabbi. Chiqaring uni. Qumri, jinni o'ldingmi? Qumri? Qizgina. Tur o'rningda. Musulmonlar, kimda kim unga yaqinlashsa, Alloh taoloning g'azabiga uchraydi. Noinsof. aka. Ahmad aka. Qo'yinglar. Ahmad aka, o'tiring. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi. Tur Qumri. Yur ketdik. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin. Qumri Quddus bilan bir mahallada katta bo'lgan. Unga tutqoqi berardi. Qumri vaqtda mana bundoq edi. Quddusni qalinga beradigan hech vaqosi yo'q edi. Shuning uchun ham Qumrining otasi 3-xotin qilib Mansur boyga berdi. 10 qop bug'doyga. Peshanasi qursin. Baxtsizlik qursin. Endi uni tiriklay yeyishadi. Otang yo'q. Nima qilib yuribsan? ishtondan yiqilib tushganman. Bu meni uyim. Bechora. Sadaqa olib keldim. Uni o'ldirish kerak. Domla. Unda Saidni ham, Mavlonni ham, O'tkirni ham o'ldirish kerak.
Shundaymi? Yo'q, Karimboy. Uni albatta qishloq shurosiga rais qilish kerak. Rais deyapsizmi? Ha, qishloq shurosiga rais. Xotin kishi albatta bir ish qilib qo'yadi. Bunday vaqtda so'nggi so'z hamisha bizniki bo'ladi. So'nggi so'z. O'q bittani uradi, bolam. So'z esa mingtani. Kim ham hozir so'zingizni eshitar edi? Mardon, Labbay. Xudo amri senga vojibmi? Alhamdulillah musulmonman. Alloh taolo so'zini senga kim yetkazadi? Siz domla. Mana sidqidil musulmon. Nima bu? Shem choy bo'ldimi? Bitta choyni yeplab damlolmagan yugurdak qanday yugurdak bo'ldi? Samorchi! Kuyov ko'ra. Assalomu alaykum. Salom. Salom. Kim bu? Lenin. Bori yo'q ish xolosmi? Kam. Uyga boringlar endi o'g'illar. Senim tura qo'ray. Bor. Nimaga buncha kam? Kam? Kam emas, 3 ta. Bittasi ham katta gap. 3 ta-ku. Yaxshi muallimi emas ekan deyishadi. Deyisharsin. Razzolning niyati shumidi? U hamma qishloq bolalarini shu yerda bo'lishini istardi. Bittasi ham qolmasdan. Bolalarni olib kelishmayapti. Demak, yaxshi jalb qilmayapmiz. Lekin baribir kelishadi O'rtoqjimayev. Bugun bo'lmasa, ertaga kelishadi. Bu ahvolda biz 100 yilda ham bilim bera olmaymiz. Tushunsangizchi, bizdan talab qilishyapti. Nega buncha tikilib qoldingiz menga?
Kimgadir o'xshatayotgandayman. Menga qarang. Talabalaringiz haqida o'ylasangiz yaxshiroq bo'lardi. Sayyoz fuqarolari, masjidga kelinglar. Nima gap? Sayyoz fuqarolari, masjidga kelinglar. Sayyoz fuqarolari, masjidga kelinglar. Musulmonlar, oramizda 2 kishi Xudodan qaytdi. Ular Mavlam bilan mana bu qanota. Ular bolalarini kofirlar maktabiga berdi. Men bu 2 osiy bandaga masjid ostonasiga qadam qo'yishni man etaman. O'zim ham masjidda uzoqdaman. Chaylada o'qiyversam bo'ladi. Xudoga shak keltirma. Axir bir oyog'ing go'rda turibdi. Xudo biladi. U yerga kim oldin boradi? Qudus aka, ushlab olishadi bizni. Hozir hamma masjidda. Voy espashay. Qaranglar. Ayol kishi kelyapti masjidga. Yo'qol bu yerdan. O'zi javob bersin, Xudo bexabar. Javob beraman. Seni gapingni eshitadigan odam yo'q bu yerda. Xudoga ma'qul gapni aytaman. Gapirsin! Qani gapirsin eshitaylik. Musulmonlar, qarshingizda Toshkent ulamolarining imomi Hazrat Maxtum Juma o'g'illari turibdi. Imomimizning o'g'illari deysizmi? Ha, xuddi o'zlari. Dini islomimiz peshvolari Parvardigor umringizni uzun, martabangizni ulug' qilsin. Rahmat. Minnatdorman. Maxtum hazratlarining o'g'illari bolalaringizni yangi maktabga olib kelmaganingiz uchun sizdan norozilar. To'g'rimi? Ha. Sizlardan men noroziman. Maktab ilm va ma'rifat o'chog'i. Siz buni yaxshi bilishingiz lozim. Mening otam shunday deganlar. Domla, ayting bularga. Alloh taolo nazaridan qolmay deyishsa, bolalarni yuborishsin. Yo'q. Maktab haligi ilm o'chog'i albatta. Shuning uchun ham men nabiramni maktabga berdim-da. Bolalaringizni maktabga beringlar. Muallimangiz juda aqlli ayol. Bulus, nimaga shunday dono ayolni qishloq shurosiga rais qilmaymiz? To'g'ri, domla. Yo'q, men faqat bolalaringizni o'qitmoqchiman. To'g'ri. Juda ham yaxshi maslahat. Domlani o'zlari tavsiya qilyaptilar. Rozi bo'lganlar qo'l ko'tarsin. Qo'llaringni ko'taringlar. Ko'taringlar. Ha, ko'taringlar. Maxtumni o'g'li ekanligimni qayerdan bildingiz? Hech kim bilmasa shunday uzoq volisga kelgandim. Men sizni Toshkentda ko'rgandim, Ko'kaldosh madrasasida. O'shanda ana u Hazrati Maxtumning o'g'illari deyishgandi. Otamdan kechib ketganman. Buni gazetada ham yozishgandi. U vaqtda men xat o'qishni mutlaqo bilmasdim. Dehqonlarchi? Ular hozir ham savodsiz. Kecha bir ayol tirik holda o'zini lahatga tashabdi. Chunki o'sha qiz Qumri. Domla, nikohlab qo'ying bizni. Otasini roziligidan olamisan? Yalanga yoqib berayotgan qizim yo'q. Qachongacha baxtsizlar ustidan kulayverasizlar? Tarqaling. Sharmanda.
Bilaysizmi? Kelinning ota-onasi mendan voz kechdi. Do'stlar yuz o'girishdi. Dehqonlar Bo'zachor hukumati davridagidek hali ham meni bo'lis deb atashadi. Tepadagilar esa Maxtumning o'g'li deb menga ishonishmayapti. Nega ularga otingizdan yuz o'girganingizni aytmadingiz? Chunki men ham ularni bolalari o'qisin deyman. Dovyurak odam ekansiz. Siz dovyurak ekansiz. Rahmat sizga. Hali shunaqa degin. Chinakam yaxshi ish bo'lmabdi-da. Ha, rostdan ham Xolda apang qidirib yuribdi seni. Qishloqqa qaytmayman, shu yerda qolaman. Xizmatingizni qilaman. Xizmat? Nabiramni maktabga berganimdan beri yo'lovchilar ikki tosh naridan aylanib o'tishadi. Ana ular esa meni ochimda o'ldirishmoqchi edi. Hech cho'rani xoq sanabdi. Men endi davlat arbobiman. Shura hukumati pul beradi. Xo'p, hukumat keldi-da bolam. Agar ko'mir bo'lmaganda hammasini o'ldirardim. Choyni ichib qoldi. Xolidani chochini kesganlarni ham vahshiylar demadi. Yaxshi odamlar dedi. U bizga ishonadi. Qani tur. Saatga ketdik. Odamlar nima deydi? Qo'rqaman ulardan. Masxara qilishadi meni. Men masxara qilayotganim yo'q-ku. Qani, yur. Yalanga yoqa berayotgan qizim yo'q. Mana bu yetik. Bunaqasini tushingda ham ko'rmagansan. Qiyinchilik bilan topilgan baxt yaxshi bo'ladi.
Nikoh qog'ozingiz mana bu. Er xotin bo'ldingiz endi. Oling. Qo'sha qaringlar bolalarim, qo'sha qaringlar. To'yga bizni ham yetish esingizdan chiqmasin. O'zim xizmatda bo'laman. Kim o? Biz deganing kim? men bilan Qudus akam bilan. Nima? Sharmanda. Mana, bizning nikoh qog'ozimiz bor, mana. Ta nikoh o'qitib to'y qilmaguningcha ostonamga qadam qo'yma. Yo'qol. Ota! Xolid opam to'y qilib beraman dedilar-ku. Axir insonga yordam, ko'mak beradi. Sizlarchi? Nahotki bu masalaga befarq qarasangiz. Mana Quddusni olaylik. Biz Qumri ikkalasiga ham yer, ham boshpana bera olamiz. Shunday qilsak Ahmad aka ham rozi bo'ladi. Mayli domla imom nikoh o'qisin. U kishi va'da qildilar. Menda bir taklif bor. Quddus bilan Qumriga Nurbonning bog'idagi eski yong'oqdan to Qo'shtutgacha bo'lgan yerni ajratib bersak. Rozi bo'lganlar qo'l ko'tarsin. Nima? Boyni yerga achinyapsizmi? O'g'lim, sen qishloq sovetiga a'zo emassan-ku. Mana senga boyvachcha. Mabodo 5 ta xotin olguday bo'lsa, boyni yeri ham yetmaydi. Karimboy, yer berishdi, yer. Kim? Navbatdagi masala ko'p xotinliklarga qarshi kurash. Davla. Chindan ham nikoh o'qimoqchimisiz? Sabr qiling Karimboy. Balkim to'yga bir boshqa musallasam olib borarsiz. Bochkaning boshqa ishi bor, birodar. Tushunmadim, Lola. Nimaga kulyapsiz? Nodon hukumat bir ish qilishdan ko'ra aytishi osonlikni farqiga bormaydi. Ko'rasiz hali. Ishlar qiyomat to'y bo'ladi.
Haydamang. Haydamang, Xudo xayringizni bersin. Hukumatni buyrug'i shu. Bittadan xotin asrasin deyapti. Qayerga boraman? Qayerga? Raisinga bor, o'sha boqib olsin. Haydamang. Haydamang otasi. Yo'qol. Rahim qiling. Rahim qiling. Hay hay ulan jon ulan to'ylar bo'lsin yo. Qarigan chog'imda qayerga boraman? Bor o'sha sen oldiga. Kerak bo'lsa boqib olsin. Bahor fasli ochilgan chingil zorim qizil gulning shoxida qani ketdik. Hay hay ulan jon ulan to'ylar bo'lsin yo bir umrga mehribon bo'lib qolsin yo hay hay ulan jon ulan to'ylar bo'lsin yo oilamizni buzgan sen bo'lding. O'ynayotganini qaranglar, tag'in bu behayoni. O'zing boqma. Menimni bilib boqolmayman. Ye. Yo'q. Yesangchi. Endi o'zingni o'g'lingni nima bilan boqasan? Arslonni o'ligi, sichqonni tirigi. Qo'y boraginim, yig'lama. O'g'ilib ketasan. Qo'y. Bu yerdan ketmasak bo'lmaydi. Bolalarni kim o'qitadi? Domla. Tag'in domlama. Seni bu ishlaring kimga kerak? Kimga kerak? Axir men nima qilyapman, oy? Nima qilyapman? Razo akam aytganlarini qilyapman-ku. Qo'y. Bo'ldi, yig'lama. Oy. Nega yig'layapsiz, oyijon? Yig'lamang. Menga oson tutmang, oy. Oson tutmang. Nima qilish kerak? Mana Saidam o'z qizini sendan yashirib o'tiribdi. O'z uyida yashirib o'tiribdi. Bu yerdan ketish kerak. Yo'q. Qo'ymayman. Ular seni ham o'ldirib qo'yishadi bo'ladimi? Holda!
Said aka. Salomat qani? Assalomu alaykum. Keling, yana keling. Qani salomat? Ketgan. Xolasinikiga. Assalomu alaykum. Salom. Dada. Qo'y sho'rim qizim. Qo'y yig'lama qizim. Ertaga qizingizni maktabga yuboring. Oldin paranjopini ol. Mavlon aka olib keldi bolalarni maktabga. Uni yo'li boshqa. Uniki o'g'il, bizniki ana. G'ano otayam nabirasini olib keldi. Jo'na. Meni qishloqda qoling dedinglar. Qoldim. Lekin siz Assalomu alaykum. sigir oldingizmi? Qutlug' bo'lsin. Toza gulga oldim. Toza gulga? Haydagansiz-ku uni. Xolda opa, bizni qayta nikohlab qo'ying. O'zingizga ma'lum shariat qonunlariga binoan u boshqa birovga erga chiqib, keyin undan taloq xatini olib menga qaytishi lozim bo'ladi. Men buni istamayman. Jon Rais opa, bizni qishloq sho'rosida nikohlab qo'ya qoling. Yo'q. Toza gulni kunisiz siz ham o'tadi. Nega haydadingiz uni? Domla aytgan edi. Domla? Bo'lmasa o'zi nikoh qilsin. Kim o? Raisman. Bekinglar. Chaqo. Domla. Qani dasturxonga rais, marhamat. Ha. Bevaqtroq keldimmi deyman. Nima? Biror narsa bo'ldimi? Endi bildim men. Hamma nomaqulchiliklarni siz qilayotgan ekansiz. Yo tavba. Nimalar deyapsiz? Yo xudo, nima gunohim bor ekan meni? Xudo oldida emas. Sizga ko'mak bermoqchi edim. Sayyod Samarqanddan juda ham olis. Biz aql yashashimiz kerak. Bas qiling domla. Hech kim sizga shora qonunlarini buzishga huquq bergan emas. Qanaqa qonun? Domla. Siz 3 ta o'quvchini deb 2 xudo bexabarni adabini bermoqchi bo'ldingiz. Ammo maktab o'quvchiga to'lib ketdi. Siz Qumriga g'azab qildingiz. Qumri Quddus qo'ynida yotibdi. Siz qishloq ayollari guzar boshda qo'l cho'zib tilanchilik qilib yuradi dedingiz. Ana ayollar yalla qilib o'tirishdi. Yo'q domla. Uni esiga tushaman. Yo'q, xalq qiladi buni. Xalqni o'zi. Xalq odamni emas, tartibni yo'qotadi. Xalq. Qanaqa xalq deyapsiz? Xalq yosh boladagi gap. U itoatsizlik ham qilib qo'yadi ba'zan, Karimboy.
Ba'zan. Joyi jannatda bo'lsin. Ey Xudo, bizni o'z panohingda asragin. Navaramni umrini ber. Bizlarni bu yerdan olib ketgin. Jazosini beramiz. Qani Xolida? Bilmayman. Qayerga ketdi? Qani olmasdi? Bilmayman. Yo'q, ber xizmatchini. Insof qilinglar. Mana kitob kerak. Ana endi o'zi keladi emaklab. Voyda! Yonga jur. Bolamni bering. Qabristonda-da. Boshqa qayerda bo'lardi u? Borsang o'shaning yonida tur. Xo'p bo'ladi. Sen ham bor. Qani yuring. Ko'ryapsanmi, o'qiganlar nima qilishyapti? O'qimaganlar o'lib qolayotgani yo'q. Bor, bor uyga. Bor. Nima oldu? Nima gap? Nima gap? O'shadi. Nuristonda qoldi. Bor. Tezroq. Jon. Sayt aka!
Yur. Boshimizga bitgan balo bo'lding. Rais. Ana masjidga o't qo'ygan. Ana shuni o'zi o't qo'ygan. O't qo'ygan. Xolida opa! Xolida opa! Masjidga sham olib ketayotganim men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yolg'on! Itvatcha! Qamayni tibik ku! Hammasini tilibsiz! Hozirimiz solingan bochkaga solib, daryoga irg'itamiz. O'sha Toshkentga oqib ketsin. Yur bu yoqqa. Domla sizlar aldayapti odamlar. Ana! Ana! Itvatchan kutyapti. Toshma! Yodgor! Bo'lagina! Qabristonni olib kelyapsizlarmi? Qani yur! Gapir! Gapir deyapman! Masjidga o't ketmasdan ha? Xo'sh! Eshitdingizmi haloyiq? Bo'lmasam, masjidga kim o't qo'ydi? Bunisini domladan, o'lim mixlangan bochka tayyorlagan mana u allohlardan so'rang. Domla! Ov domla! Qayoqqa? Mixlarni sug'uring. Xaloyiq! Ha, xaloyiq! Xaloyiq! Gapiring. Qoldi qol. Hakim domla qochib ketdi. Tavba, tavba. Qochib ketdi. Mixlarni sug'uring deyapman.
Endi nima qilaylik? Uyiga ketishaversin. Ekkanimiz don, olganimiz oltin bo'lsin. Xudo barakasini bersin. Ertaroq tursangiz, hammasini beradi. Birodarlar, rais kim? G'aloy kim rais? Musulmonlar! Mana raisimizni o'ldirgan odam. Nima? Mana shu Razzoni o'ldirgan odam. Bo'lmagan gap. Meni aybim yo'q. Men isbotladim-ku. Shu o'ldirgan. To'xtang. Men raisman. Rais opa, umrim biroq bo'lib, peshonamga joy bitgan emas. Mana shu aravam, ham uyim, ham do'konim. Mana bu beshoralar ham o'tin terib kun ko'rishadi. Baraka toping rais opa. Boshpana bering. Yer bering. Nima deysiz? Qolsinmi? Qolsin. Qola qol. Oyog'a, kel. Xaltang bormi ham qishloq? Bor. Bo'm-bo'sh. Olib kel bu yoqqa. Og'a, to'rvang bormi? Olib kel. Baraka toping. Ol bolam, ol, osh bo'lsin. Ming rahmat. Qani otaxon? Yashang ota. Rahmat. Mana o'lib bolalar. Ham rahmat. Bolam. Qani? Barakalla. Do'stlar, vafodan bir imorat solmaguncha demas odam kishi baxt olmaguncha vafodan bir imorat solmaguncha demas odam kishi baxt olmaguncha elingga xizmat ayla tolmaguncha
tanangda qatra qon qolmaguncha. Haloyiq! Tortib olyapti. Tortib olyapti. Nimani tortib olyapti? Hammasini tortib olyapti. Nimani tortib olyapti? Ko'rpa yastig'imizni. Nimaga tortib olyapti? Kim tortib olyapti? Paxtamiz yetmayapti ekan. Haloyiq! Ko'rpa yastig'laringizni bekitinglar. Ha, bekitinglar. To'xtang! To'xtang! Shoshmay turinglar. Qayoqqa chopyapsiz? Ko'rpa yastig'imizni yashirgani. Bo'lmasa tortib olishadi. Hovliqmang! Kim o'z mulkini o'zi tortib oladi? Kim tortib oladi? Eshitgan quloqqa uyat. Haloyiq! Haloyiq! Ko'rpa yastig'ingni bekat! Ko'rpa yastig'ingni bekat! Jumayib kelyapti! Bizni ko'rpa yastig'lar ro'y bo'ldi! Tezroq bekat! Ko'rpa yastig'ingni bekat! Jumayib kelyapti! Bekor gap. Nega planni bajarmadingiz? Qanaqa plan? Sizni bitta planingiz bor. Odamlarga bering, darhol ko'rpa yastig'larni olib chiqsin. Bu yerdan hech narsa olib keta olmaysiz, o'rtoq Jumayev. Esingizni yig'ib oling. Agar planni to'ldirmasak, ikkalamiz ham kallamiz ketadi. Meni erim ikkalasala qachon ketgan. Bularni noni bo'lsin deb. Ko'rpa yastig'i aligbesi deb. Uni plani shunaqa plan edi. Xolida, Odamlar ko'rpa yastig'im butun bo'lsin deb paxta ekadi. Siz plan deb ko'rpalarni yirtmoqchimisiz? olib chiqing ko'rpangizni. Eshityapsizmi? Bizni o'z raisimiz bor. Biz unga bo'ysunamiz. Afsuski, bu endi raisingiz emas. Uni biz saylaganmiz. Uni men bo'shataman. Maxdum hazratlari albattasi. O'rtoq Jumayev, Tag'in nima istaysiz mendan? Nima? bo'shating meni. Ishdan bo'shating. Men bir qo'limda don ulashib, ikkinchi qo'lim bilan ko'rpa torta ola olmayman. Siz juda o'z boshimcha bo'lib ketibsiz. Charchadim. Endi bolamga qarayman.
Haloyiq oldida sharmanda qildingiz meni. Kishilar e'tiqodini qaytargandan ko'ra, boshliqni kulgi bo'lgani afzal. Ha, mayli ko'ramiz. Siz hali javob berasiz. Sizdan buni so'rayotganim yo'q. Qani aytingchi menga. Kim chiqardi bu ahmoqona gapni? Kim? Siz chiqardingizmi? Buni o'zim uchun qilyapganim yo'q. O'zingiz uchun. Yaxshi. O'zim uchun. O'zim uchun. Mashita gaplashganimizda boshqacha edingiz. Maxtumning o'g'li edim. Menga ishonishlarini istayman. Gapimga tushunyapsizmi? Menga ishonishlarini istayman. Odamlarmi? Ha. Juda soz. Mayli. Olib keting ko'rpalarimizni. Sizdan buni so'rayotganim yo'q. Qani aytingchi menga. Kim chiqardi bu ahmoqona gapni? Kim? Siz chiqardingizmi? To'xtanglar! Nima qilib yuribsiz, Karimboy?
Filmning yaratilishida o'zlarining mashaqqatli damlari, baxtiyor kunlari haqida bizga hikoya qilib bergan muhtaram ayollarimizga tashakkur izhor etamiz.